Sport tarixida g'alaba uchun eng ko'p sog'liq olib qo'yadigan narsa nimaligini bilasizmi? Yo'q, bu xokkey klyushkasi yoki beysbol bitasi emas. Bu eng qoidalarni butunlay o'zgartirib yuborgan 4 unsiyalik charm va ko'pikdir. UFC'dagi jangchilar ekipirovkasining kichik, ammo eng fundamental detali. Soft sport va shafqatsiz jang o'rtasidagi hal qiluvchi chegara. Ammo oxirgi 30 yilda UFC qo'lqoplari qanday azobli evolyutsiyani bosib o'tgani haqida o'ylab ko'rganmisiz? Jangchilar o'zaro tishini yalang'och qo'lda to'pgan davrdan yirik texnologik muvaffaqiyatsizliklar va nihoyat bosh turnir uchun eksklyuziv vatanparvarlik versiyalargacha. Bugun dunyoning bosh MMA promotioni qo'lqoplari tarixini tahlil qilamiz. Oddiy charm bo'lagi, amaldorlar taqiqlari, chempionlar isyonidan o'tib, katta siyosat elementiga qanday aylanganini ko'rsatamiz. Oxirigacha ko'ring, chunki bu tarix UFC haqidagi barcha tasavvurlaringizni o'zgartirib yuboradi. Ketdik. Avvaliga vaqtni ortga qaytaramiz. Izaning 1993-yili noyabr oyi, Denver, Colorado. Promotionning tug'ilishi. Turnir shiori shunday hayqirardi: qoidalar yo'q, raundlar yo'q, vazn toifasi yo'q va albatta qo'lqoplardan asar ham yo'q. Tashkilotchilar yalang'och mushtdagi janglar marketing cho'qqisi ekaniga chin dildan ishonishgan. Promotion tarixidagi ilk jang kutilgan natijani 100% berdi. Gollandiyalik karatist Gerard Gordo aniq tepki bilan ulkan sumochi Taylor Tuini jag'dan nokaut qildi. Jangchining tishi hushtak chalib, to'g'ri hayratdagi shag'lovchilar stoliga uchib tushdi. Hammasi 20 soniyada tugadi. Epik manzara, muxlislar hayajonda. Olomon zavqdan baqirar, amaldorlarning esa tepa sochi tikka bo'lgandi. Ular darhol UFC'ni odamxo'roz urishtirish deb atashdi. Tashkilotchilar yalang'och mushlar muammosini darhol tushunishdi. Axir o'sha jangdayoq Gordo raqibining peshona suyagiga urib, o'z barmoqlarini jiddiy jarohatlagandi. Himoyasiz sportchilar raqibdan ko'ra o'zini tezroq jarohatlardi. Janglar esa majruhlar musobaqasiga aylanish arafasida edi. Bu tartibsizlikka aka kurashlar tarixidagi eng katta kulgili voqea ham qo'shildi. Professional bokschi Art Jimerson, juditsu ustasi Royce Gracie'ga qarshi jangga chap qo'lida bittagina boks qo'lqopi bilan chiqadi. U nega bunday qildi? Hammasi oddiy. Art o'zining klassik boksda jeplar yo'llab non topadigan qo'lini jarohatlashdan qo'rqqan. Kuchliroq bo'lgan yalang'och o'yin qo'li bilan braziliyalikni butkul nokaut qilmoqchi edi. Ammo Gracie bokschini tezda shunchaki parterga olib o'tdi. Hayotida parterni ko'rmagan Jimerson dahshatli bosimdan qo'rqib taslim bo'lgan. Lekin tartibsizlikning asl mohiyatiga baho bering. Boks shortili va bir qo'lqopli yigit kimonali braziliyalik jiter ostida yotibdi. Bu jang yaqqol ko'rsatdi. Sport omon qolishi va jiddiy tus olishi uchun yagona qoidalar va kiyim standarti zudlik bilan zarur edi. UFC uchun hammasi oson tuyulgandi. Ishlab chiqaruvchilarga bitta qo'ng'iroq va tamom. Ammo 90-yillar o'rtasida kompaniya halokat yoqasida edi. Senator John McCain boshchiligidagi siyosatchilar MMA turnirlarini barcha shtatlarda taqiqlashni talab qilishdi. Kabelli TV translyatsiyalarini o'chirardi. Kompaniya qiymati nolga intilardi va o'limi bir necha oy masalasi edi. Omon qolish uchun Liga atletika komissiyalari bilan og'ir kelishuvga majbur bo'ldi. 1997-yil iyunida UFC 14 ta inqilobiy qoida qo'lqoplar hamma uchun majburiy qilindi. Bu o'sha ochiq kaftli 4 unsiyalik qo'lqoplarning birinchi versiyasi edi. Dizayni inqilobiy ko'rinardi. Ular og'riqli va bo'g'uvchi usullar uchun barmoqlarni bo'sh qoldirardi. Bo'g'imlardagi yupqa ko'pik qo'llarni himoya qilardi va asosiy sir shunda edi. Qo'lqoplar jangchilarni nokaut va jarohatlardan asrash uchun deb o'ylaysizmi? Nafaqat, hatto unday ham emas. Birinchi navbatda bu biznes va media tasvirini saqlab qolish uchun qilingan edi. Qon kamayishi uchun emas, aksincha, chokli yupqa teri yuzni ustaradek tilar edi. Gap boshqa yoq. Qo'lqoplar urayotganning mushtini himoya qilardi. Ularsiz jangchilar tezda qo'lini sindirib olardi. Endi esa barmoqlarini sindirishdan qo'rqmay, raqibni soatlab urishardi. Demak, uzoq janglar, efir va reklama vaqti. Komissiyalar esa endi yalang'och mushlar uchun yopishmaydi. Mulozimlar va TV uchun bu endi murosa edi. Aslida esa sog'liq bahonasida ularga shunchaki charm qoplangan kastet berilgandi. Shunday qilib, klassik qora qo'lqop UFC'ga deyarli 30 yil xizmat qilib, tashkilotning vizual ramziga aylandi. Ammo uning konstruksiyasida bitta halokatli nuqson bor edi. Qalin charm va tikilish uslubi tufayli eski qo'lqop anatomik jihatdan barmoqlarni yoyilgan holda tutishga moyil edi. Sportchi oktagonda qo'lini bo'shashtirishi bilan kafti yelpig'ichdek ochilib, barmoqlari oldinga qarab qolardi. Natijada ko'zga turtishlar davri boshlandi. Buyuk va
mag'lubsiz Jon Jons bu nuqsondan mudofao chit kodi sifatida foydalandi. U qo'l uzatar, raqiblar esa barmoqlariga ko'zi bilan urilardi. Janglar to'xtar, jangchilar ko'r bo'lar. Muxlislar esa liganing befarqligi uchun Dana White'ni xushtak qilardi. Hayratlanarlisi, Jons divizionining yarmini ko'ziga turtib chiqqan bo'lsa ham, hakamlar butun faoliyati davomida undan biror marta ham ochko olishmagan. Mantiqli savol tug'iladi. Nega Bellator va Pride o'tgan 10 yilliklardayoq qayrilgan qo'lqoplarga o'tgan, UFC esa yillab bu muammoni e'tiborsiz qoldirgan? Javob oddiy. Avvaliga kompaniya bunga uncha qarashmagan. 90 va 2000-yillarda liga taqiqlar xavfi ostida omon qolardi. Yot texnologiyalarga esa millionlari yo'q edi. Pride patentlarini qattiq qo'riqlardi. UFC nusxa ko'chirishga urinsa, amerikaliklar sud va bankrotlikka uchrardi. Ammo 2010-yillarda raqiblarini yutib, monopolga aylangan UFC rahbariyati endi o'zi tijoriy qaysarlik ko'rsatdi. MMA muxlislari uchun yirik oq harfli qora UFC qo'lqopi timsolga aylandi. Xuddi Coca-Cola shishasi yoki Nike'ning kult belgisi kabi. Marketologlar fikricha, dizayn o'zgarishi ushbu ko'p yillik vizual kodni yo'qotardi. Muxlislar hozirgi merchlarni shundoq ham talashayotgan bo'lsa, yangi ekipirovkaga millionlar sarflash nega kerak? Hammasini boricha qoldirish ma'qul. Ammo jangchilarni muttasil mensimaslik imkonsiz edi. Chorak asr o'tib, kompaniya baribir chekindi. 2024-yil iyunda UFC 302 turnirida yangi modellar tantanali taqdim etildi. Nomlari jang mohiyatini ko'rsatib turardi. 3-8 modeli oddiy 3 raundga, 5-8 versiyasi esa asosiy 5 raundlik janglarga mo'ljallangandi. Bunda 8 so'zi oktagonga, ya'ni 8 burchakka ishora edi. Barmoqlar ichkariga bukilishi uchun qo'lqoplar himaloq qilindi. Choklar esa jarohatlarni kamaytirish uchun olib tashlandi. Unvon yangilar uchun Islom Makhachev va Dustin Poirier kabi yirik yulduzlar eksklyuziv oltin qo'lqoplar olishdi. Yoki mana u muvaffaqiyat. Nihoyat, liga hammasini to'g'ri qildi. Biroq tanqidlar tufayli yangi ekipirovka 1 yil ham turmadi. Birinchidan, qattiqlik bo'yicha shikoyatlar. Makhachev yangi qo'lqoplar juda qattiqligini darhol aytdi. Kaftni yozish, ayniqsa mahkam kurash ushlamasi uchun juda qiyin. Ikkinchidan, faxriylar isyoni. Jon Jons UFC 309 oldidan yangi qo'lqoplardan mutlaqo bosh tortdi. U yangi qo'lqop noqulayligidan shikoyat qildi. Biz esa uning barmoqlarini oldinga cho'zishini eslaymiz. Dana White shu turnirga eski ekipirovkani zudlik bilan qaytardi. Chunki liganing bosh gotiga qarshi chiqish imkonsiz edi. Uchinchidan, muxlislardan yashirilgan xavfli zavod braki. Bu muvaffaqiyatsizlik sirini keyinchalik jangchi Halil Rantri ochdi. Ma'lum bo'lishicha, yangi charm tufayli shiddatli jang paytida UFC logotipi ko'chib va to'kilib keta boshlagan. Va bo'yoqning ustaradek o'tkir mayda parchalari jangchilarning ko'ziga uchib, oktagonda ko'r bo'lish xavfini tug'dirgan. Natijada 2025-yil fevralida UFC mag'lubiyatni tan oldi. Yangi qo'lqoplardan voz kechilib, liga eski klassikaga qaytdi. Va mana biz bugungi kunga keldik. Uning kulminatsiyasi sport tarixida abadiy qoladi. 14-iyunda UFC To'g'ri Oq uyning janubiy maysazorida ajoyib, noyob turnir o'tkazdi. Avvaliga shu jiddiy voqeaga AQSh mustaqilligining 250 yilligiga bag'ishlangan edi. Biroq keyinroq eventni Donald Trampning yubileyi va Amerika bayrog'i kuniga bog'lashdi. Dana White oktagon ustidan ulkan futuristik gumbaz qurdi va aynan ushbu turnir uchun UFC Exclusive Freedom 250 Red Edition qo'lqoplar seriyasini chiqardi. To'g'ri, o'zgarishlar ko'proq estetik edi. Qizil qo'lqoplar asosida klassik qora qo'lqoplarning vaqt sinovidan o'tgan mustahkam konstruksiyasi yotadi. Brendli mat charm effektli marvarid qoplamali va yaltiroq jiloli sifatli sun'iy charmga almashtirildi. Bilaklarga AQSh bayroqlari, orqa tomoniga esa UFC harflari, yoniga Freedom 250 qo'shildi. Hech qanday favqulodda narsa yo'qdek. Biroq bu yerda miqyos va simvolizm muhim. Bir necha 10 yildan so'ng taqiqlangan yarim qonuniy yovvoyilar sporti sayyoraning bosh siyosiy arenasini zabt etib oval kabinetgacha kirdi. Asr boshida bu mutlaq jinnilikdek tuyulardi. Bugun esa haqiqat. Va shekilli, UFC qo'lqoplari tarixi promotion evolyutsiyasining ko'zgusidir. Vahshiylik, tanqid va taqiqlardan milliardlik biznesgacha. Qonagan bo'g'imlardan Oq uydagi shiddatli vatanparvarlik turnirigacha. UFC siyosati, uning qoidalari va qarorlari haqida cheksiz bahslashish mumkin. Ammo bu kompaniya va sport haqiqiy fenomen ekanini hech kim inkor eta olmaydi. Do'stlar, agar siz ham MMA va UFC fanati bo'lsangiz, videolarimiz sizni aniq qiziqtiradi. Ularda Hamzat Chimayev kelajagi va Conor McGregor Max Holloway jangi haqida so'z boradi. Tezroq o'ting, videolarni bosing va biz sizni o'sha yerda kutamiz.